Men mana bolam hozir yetim qoldi. Men nima deyman u katta bo'lsa erkin? Onam qani desa nima deyman? O'zimdan o'tganimni o'zim bilaman. Hech kimga ravo ko'rmayman. Hech kimga. Boshdan o'tkazmaguncha hech kim bilmaydi. Reanimatsiyadan oldi. O'tgan vaqtni faqat o'zimiz bilamiz. Qanaqa bo'lib o'tgan. Men qaytib kelmaydi bilaman. Men bitib chiqqanim. Instagramga bitib chiqqanim, shuncha odam ko'rgani, shuncha odam komment yozayotgani, hech kim qaytarib bermaydigan. Hech kim onasichalik hech kim bo'lmaydi. Jizzaxda farzand dunyoga keltirgan 24 yoshli kelinchak oradan 6 kun o'tib hayotdan ko'z yumdi. Dunyoga kelgan qizaloq esa tug'ilishi bilan yetim qolib ketdi.